alaykum hammaga. Mabodo mana yana sizlar so'ragan bo'lsanglar, nemis moshlaridan ko'rsatinglar deylar. E-klass 23-yil ekan. 23.000 yurgan. 36.000 euro so'rayapti egasi. Narxini qo'ymagan ekan, QR kod orqali qarab ko'rsa bo'lar ekan degan. Ishlari. Bu birinchi Mers. E-klass 23-yil. 23.000 ham yurib qo'ygan. O'zinglar baho berasizlar. Yana bitta Mercedes GLC. Buni ham narxini ko'rib qo'yamiz. Xo'sh, bu mashinani tezda qarab ko'rdim. 28.000 ga sotishayotgan ekan. 2 litrli motor, 17-yil. 94.000 yurib qo'ygan ekan. GLC. O'zinglar baho berasizlar. Hozir men yana bitta BHM topib oldim. Buni ham tezda narxini sizlarga ko'rsatib ketaman. Taxmini endi o'zinglar qilishinglar uchun. Narxlar qanchaligini. Hozir ham BHM turibdi bu yerda. Hozir buni ham narxini tezda ko'rib ko'ramiz. Bu mashinamiz X3'imiz 21-yil ekan, 110.000 yurib qo'ygan, 3 litrli motor, 35.000 euroga sotishyapti. Ishlarini ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Tashqari sal sho'lqa, endi trassa. X3 mana ko'rinishi lekin gap yo'q. Ko'kragiga baribir X5 da yoqsa kerak-ku. Bu yoqdan ham ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa gaplar, dalcha boshqalarni qarab ko'raman sizlarga, nemis mashinalari. C-klass kupe 17-yil, 18-yil ekan bu mashinasi. 70.000 yurib qo'ygan ekan. 24.000 ga sotishyapti. Motori 1.6 litr. Ot kuchi ham 180 mi, 170 ta ot kuchi bor ekan xolos. Kimga qiziq bo'lsa. Toshkentda nech pul ekan, o'zinglar yozib olinglar. Mana sizlarga Cobalt narxida C-klass 7.500 euroga 2009-yil 132.000 yurgan 3.5 litrli motorli C-klass. Panoramalari ham bor. Ya'ni lyuk. 4 ta diskasi bilan yana zimaleta bo'ladi, tayyor sizlarda. O'zinglar baho berasizlar. 7.500 euro, ya'ni 8.500 dollarga arziydimi? 3.5 litrli motor bo'lsa, benzinni o'zi ham mana shu o'pirib olsa kerak bunaqa motor. Xullas, sal arzonroq mashinalar topib oldim. Sizlarga bitta-bittadan aytib ko'rsatib ketaman. BH turgan ekan. Sizlarga BMW mana 435 X-Drive M Sport paketi deb qo'yilibdi. 2017-yil 242.000 yurgan, sotishayotgan narxligi 19.000 euro. Lyuk bormi, lyuk yo'q ekan uni. 19.000 euro. Nima deb o'ylaysiz, narxiga arziydimi yo'qmi? 3 litrli motor, 346 ot kuch ekan, lekin dizelda yuradigan. Salarka ya'ni. Narxi tutishidan narxi qimmatroq bo'ladi deb o'ylavdim. Gap yo'q ekan. Ya'ni BMW 4 sal tozalab yuborsa, bitta detailing qilib olsa, minib yursa bo'lar ekan. Xo'sh, nima yana ko'ramiz bu yerda? Mercedes. Xo'sh, bunimiz esa Mercedes-Benz ML 500 ekan. 2014-yil 243.000 kilometr yurib qo'ygan уже. To'ru 7 motor ekan. 8 silindrli. Narxi 18.500 euro ekan bu mashinani. Baho berasizlar o'zinglar.
4.7 motorda endi bo'ling benzinda. Shu gerikda kelsa kerak-da. Bir xil motor emasmikan bular bilan? Xo'sh, dalshi ko'ramiz endi qanaqa mashinani topsa bo'ladi bu yerda. Ham yerda eskisi ham turibdi bu yerda. Shuni ham ko'rsatib qo'yaychi. Xullas bu eski narxini topolmadim. Yo'q ekan, hali yangi kelgan ekan bu. Onasini hamsin tekin ekan dedi, значит bizaga bu. Ana haligi BMW, Mercedeslar 18 ming turgan bo'lsa, balkim bu bulardan bir yana bir 10 yoshga kattaroq bo'lganiga balki narxi ham 3-4 barobar arzonroq bo'lsa kerak. Mabodo kimdirga qiziq bo'lsa, sotuvchini qiziqib ko'rishi mumkin shu mashina narxini ham. Xo'sh, dalshi ko'ramiz endi. Lokatsiyani o'zingizlar ahamiyat bergan do'stlar, o'zgarib yotibdi, u yoqdan bu yoqqa yuribman. Sizlarga ko'rsatay deb. Chunki to'la fransuz, amerikan, italyanskiy mashina bo'lib yotibdi bizda hamma yoqda. Yaponskiy, koreyskiy, nemislarni o'zini ham topish qiyin bo'lyapti bu bozorlarda. Bu yoq to'la Hyundai, Mazdalar bo'lib yotibdi bu yoq. Qiziq bo'lmasa kerak. Mayli, ko'ramiz, topib olsam yana.